Yana bir assalomu alaykum hurmatli ustozlar, hurmatli abituriyentlar, hurmatli ota-onalar. Biz demak jonli efirimizni boshladik. Jonli efirimizdagi eng asosiy narsa essay amaliyoti, essay yozish. Men sizlar bilan Abdupattayev Abdusaid, Time Brussels o'quv markazining ona tili o'qituvchisi. Endi dastavval bizda birinchi o'rindagi narsa bu offline va onlayn ta'lim tizimi. Onlayn ta'lim tizimida biz YouTube kanalida ko'radigan bo'lsangiz, telefon nomerlari va Telegram kanalini tashlab qo'yamiz. Agar Telegram kanalimizda mavjud bo'lsangiz, Telegram kanalida dars oxirida biz o'zimizni nikimizni, ya'ni murojaat qilishingiz mumkin bo'lgan mailda tashlab qo'yamiz. Bemalol onlayn va offlayn kurslarga murojaat qilsanglar bo'laveradi. Bizning offlayn kurslarimiz uchun manzil Andijon viloyati, Izboskan va Andijon tumanida. Endi bizni onlayn kanalimiz esa YouTube'da описаниеga tashlab qo'yaman. Bemalol kirib darslardan bahramand bo'lsanglar bo'ladi. Bugungi darsimizda demak boshladik. Bugungi darsimizdagi eng asosiy mavzu essay mavzusi sifatida bugungi kunda yoshlar xususiy biznesni tashkillashtiryapti. Ayrimlar esa yoshlar ko'proq ta'lim olish bilan shug'ullanishi kerak deb fikrlashadi. Xo'sh, bu ikkala qarama-qarshilikda qay biri to'g'ri? Shular haqida batafsil gaplashib chiqamiz. Xo'p, endi e'tibor beringlar. Ketdik. Boshdan aytyapmiz. Biz mana bu narsani keltirsak bo'ladi. Birinchi o'tirib kirish. Ikkita 3 qismdan iborat bo'ladi. Birinchi qism mavzu haqida qisqacha ma'lumot berib yuborasiz. Mavzu haqida qisqacha ma'lumot berasiz. Ikkinchi o'rinli narsa. Mavzudan ma'lumot berayotgan vaqtingizda endi siz muammo qo'yasiz, ya'ni tezis qo'yasiz. Tezis qo'yib ketishingiz kerak. Masalan, biz essayimizdagi birinchi o'rindagi tezis, qarang. Inson boshlaymiz. Insonning mana kirish qismi. Mana bu yerda yozib ko'raylik, biz birov so'kmaydi. Endi mana shu yerda mana qarang. Kirish. Kirish qismi. Siz lekin kirish deb yozmaysiz, yozib yurmang. Men faqat tushuntirish kerak bo'lgan uchun yozib ketyapman. Inson hayotdagi eng muhim qarorlardan biri majburiy ta'limdan so'ng mana majburiy ta'limdan so'ng kasb hunar yoki oliy ta'limni tanlash hisoblanadi. Oliy ta'limni tanlash hisoblanadi. Ayrim bitiruvchilar kichik biznesni kelajak poydevori sifatida ko'rishsa boshqalar oliy ta'lim endi yozayotgan vaqtimizda xatoliklar bo'lib qolsa, buni to'g'rilashsa, sabab sizlarga ketayotgan vaqtimda iloji boricha yozib ketishga harakat qilyapman. Oliy ta'lim eng to'g'ri yo'l deyishmoqda, desa bo'laveradi, deyishmoqda. Xo'sh, endi shu yerda e'tibor bering. Xo'shni qo'llasangiz ham bo'ladi, qo'llamasangiz ham bo'ladi. Lekin xo'shni qo'llasangiz, so'zlovchi nutqi sizga qaratilyaptimi? Bu sizga ijobiy tomonlama ta'sir ko'rsatadi. Xo'sh, bu fikrlarning qay biri to'g'ri? Xo'sh, bu fikrlarning qay biri to'g'ri? Yoki xo'sh, bu fikrlarning qay biri biz uchun manfaatli desa bo'ladi. Xo'p, ketdik. Mana abzas tashladingiz va
turib ikkinchi abzasdan boshlaysiz. Endi bu yerda siz ikkita tezis qo'yib olsangiz bilmagan holatda. Bitiruvchilar kichik biznes poydevor sifatida ko'rishadi. Bu birinchi qarash tomoni. Ikkinchi tomoni esa oliy ta'limga to'g'ri, oliy ta'lim eng to'g'ri yo'l deyishadi. Demak, ikkita konflikt qo'yib oldingiz. Siz endi birinchi konfliktni ichidan chiqarmang. Siz qaysi tomonni tanlamoqchisiz? Shu tanlayotgan tomoningiz teskarisini yozasiz. Tushuntira oldimmi? Demak, tanlayotgan tomoningiz teskarisi. Ya'ni men masalan tanlamoqchi bo'lgan tomonim oliy ta'lim deydigan bo'lsak, endi men hozir birinchi kichik biznes haqida yozishim kerak. Birinchi tezga beriladigan ma'lumotlarda ijobiy salbiy tomonlarini yozib olasiz va ikkinchi tezga o'tasiz. Masalan, aytadigan bo'lsak, tadbirkorlik sohasida eng daromadli sohalardan biri hisoblanadi. Endi tadbirkorlik sohasi desa bo'laveradi. Sohasi eng daromadli soha hisoblanadi. Davom etamiz. Shu sababli ko'p yoshlar desib ketaveradi. Ko'p yoshlar ertaroq pul topish, moddiy erkin bo'lish uchun bu yo'lni tanlashmoqda. Xo'p, endi mana sabablar keltirishni boshladik. Biz qanaqa sabablarni keltirsak bo'laveradi bu yerda. Biz nimalarni keltirsak o'zimizni oqlay olamiz. Shular haqida bir chekkadan gaplashib o'tamiz. Xo'p, e'tibor bering. Xo'p, davom etamiz. Endi shu yerga bitta so'zni keltirib kelsangiz bo'laveradi. Fikringizga dalil sifatida mana albatta tasdiqlayapti o'zini fikr. Albatta biror bir kasbkorni tanlab kichikroq degan bo'laveradi. Chunki kichikroq bo'lsa ham o'z shaxsiy biznesini qo'yish. Albatta biror bir kasbkorni tanlab kichikroq bo'lsa ham o'z shaxsiy biznesini yo'lga qo'yish kerak deb o'ylashadi. Bu kabi fikrlovchilarning o'ziga yarasha sabablari bor. Deb turib ikki nuqta. Yarasha sabablari bor. Qanaqa sabablari bor? Buni ko'rib chiqamiz. Birinchidan pastdan yeysiz, mana shu yerda yozasiz. Birinchidan ishchi o'rinlar yaratib jamiyatga oz bo'lsa ham nafi tegish. O'zi bunaqa maqsad o'zi bo'lmaydi endi. Nafi tegish. Shuningdek,
Mana ikkinchidan demayapmiz. Shuningdek, oilasi va mamlakatimizga moddiy manfaat keltirish. Mana sabablarni ko'ryapsiz, sabablarni aytib ketaverasiz. Uchinchidan demaysiz, endi qolaversa insonlar o'rtasida muomala madaniyatini shakllantirish kerak. To'g'rimi? Xo'p, muomala madaniyatini shakllantirish. Endi bularga dalil sifatida bir boy insonni fikrini keltirishimiz mumkin. Boy insonning fikrini keltirishimiz mumkin. Mana dalil keltirib ketdi birinchi tomonga. Xo'p. Men o'zim bilan doim farzandimni olib yuraman. Sababi biznes uchun muomala kerak va bu yosh tanlamaydi. Degan edi. Mana ketdi. Xo'p, bir yaxshining bir yomon bo'lgandek, mana shu birinchi tezda biz salbiy tomon keltirib keturamiz. Bir yaxshining bir yomoni bo'lgandek. Salbiy tomonlarni ko'pgina aytib olishi shart emas, bitta narsa yetadi. Bir yaxshining bir yomoni bo'lgandek. Pul bola tarbiyasini buzadi. To'g'rimi? Otamam shunaqa gap bor. Bola tarbiyasini buzadi. Ko'p hollarda ayanchli ko'rinishga olib kelishi mumkin. Bir yaxshi bir yomon bo'lgandek, pul bola tarbiyasini ko'p holatlarda ayanchli ko'rinishga olib kelishi mumkin. Bo'ldi, shu yetadi bo'ldi. Bu demak birinchi tomon. Ko'pgina narsa yo'lmaydi. Bizda bo'lsa shunaqa. Bir yaxshining bir yomoni bo'lganda deb turib, undan ham buni yoqmaydigan tomonlar palon qilish kerak, piston qilish kerak, palondaqa to'ygundaqa deb yozib ketadi. Bu kerak emas bizga. Qisqa lo'nda bo'ldi, fikringizni aytyapsiz, bo'ldi, sizga yana boshqa nima kerak? Endi ikkinchi tezisga o'tamiz. Ikkinchi tezis. Endi ilm haqida gaplashamiz. Beshikdan to qabrga ilm izla degan maqoldan asosiy bo'ladi. Xo'p, endi qanday fikrlar keltirsak bo'laveradi?
bu narigi tomoniga, bu tomoniga. Fikringizni yozinglar. No tomoniga men sekin yozib ketaveraman. Mana e'tibor bering, bu o'zimiz qo'shiladigan tomon bo'lgani uchun bunga endi iliq fikrlarni berishga boshlaymiz. Deb bejiz aytishmagan. Bejiz aytishmagan. Sababi inson qaysi sohada bo'lmasin, avvalo nazariy bilimlarni chuqur egallash kerak. Shuning uchun ko'p yoshlarimiz bu mashaqqatli yo'ldan borishmoqda. Borishmoqda desak, bu mashaqqatli yo'ldan borishmoqda. Xo'p. Ikkinchidan, birinchidan yozmadingda ma'lumot yozib ketaverdik. Ikkinchidan, oliy ta'limni tamomlab, oliy ta'limni tamomlab, qo'lida diplom bo'lgan har bir yosh avlodda o'ziga bo'lgan ishonchi ortib boradi. Mana xuddi shunday yozsa bo'ladi. Oliy ta'lim tamomlagan har bitta o'ziga bo'lgan ishonch ortib boradi. Bu ikkinchidan. Tepada ikkinchidan, uchinchidan demaganmiz. Bundan tashqari qolaversa degan narsada aytganmiz. Endi bu yerda ikkinchidan, uchinchidan deb kelsa bo'ladi. Xo'p, uchinchidan yana aytaman. Uchinchidan, ikkinchidanlarda alohida abzas qilib yozmaysiz. Uchinchidan yana qanday fikrni keltirishimiz mumkin? Ilmi bor inson ma'naviy va moddiy jihatdan boy va barkamol hisoblanadi. Bunga dalil sifatida dunyoning eng boy 10 ta insoni barchasi degan insonlar ekanligini bilishimiz mumkin. Xo'p, endi ketdik. Endi davom etamiz. Shaxsiy fikrga o'tamiz. Shaxsiy fikrda mana aytishimiz mumkin. Demak, biz fikrlarni aytib bo'ldik. Endi bu yerda biz ilm tomonini tanladik, to'g'rimi? Hop, ilmsizlik haqida, ilmsizlik masalan, adiblarimiz aytgan ilmsizlik, johillik bu to'g'risida, to'g'rimi? Hop,
Endi ham dunyoviy ham diniy tomonlama bu narsalarni egallashimiz manfaatliroq bo'lishi, to'g'rimi? Yoki bo'lmasa aytadigan bo'lsak, ma'lum bir odamda aytaylik, prezidentimiz hadovoy holatda prezidentimiz gapini qo'llab ketsak bo'laveradi. Mana endi shunga biz mening fikrimcha degan narsani aytamiz. Mening fikrimcha ilmsizlik, johillikni keltirib chiqaradi. Ilmsizlik johillikni keltirib chiqaradi. Biz uchun xoh diniy, mana diniy tomonga bitta so'z keltirib ketyapti. Diniy tomonga gap shu olmaydi. Xoh diniy, xoh dunyoviy bilimlar bo'lsin, egallashimiz har tomonlama o'zimiz uchun foydalidir. Zero prezidentimiz aytgandek, endi yozib qo'ying. Shu yerda shaxsiy fikrni daliliga siz ko'proq nima keltirishingiz kerak desak, shaxsiy fikrni daliliga ko'proq kimdir gapini keltirib qo'ysangiz bo'lar ekan. Shaxsiy fikrni dalili sifatida. Tushuntirman, shaxsiy fikr dalili sifatida kimdir gapini. Prezidentimiz aytgandek, najot ta'limda, najot tarbiyada. Najot ta'limda, najot tarbiyada. Bo'ldi. Endi bu xulosa yozib qo'yamiz. Xulosa alohida abzas bo'ladi mana bu yerga. Xulosa unda shuni aytish mumkinki, deb o'ylaysiz. Xulosa unda shuni aytmoqchimanki, o'rnida shuni aytmoqchimanki, endi xulosaga nimani keltirsak bo'laveradi? Qani fikrlaylar, so'raylishi xulosaga nimani keltirishlar ekan? Xo'p. Demak, fikrlarni ko'ramiz, o'zingizlarning fikringlarni va davom etamiz. Xulosa unda shuni aytishim mumkin. Men xulosada nimani aytaman? Kimni gapini aytaman. Bu shu aforizm yoki maqollar bu xulosalovchi fikr bo'ladi. Boshda ozgina gapni aylantirib turib, keyin aytamiz. Xulosa unda shuni aytmoqchimanki, o'qish, izlanish har birimiz uchun to'g'ri yo'ldir. O'qish, izlanish har birimiz uchun to'g'ri yo'ldir. Zero Abu Rayhon. Beruniy gapini keltirib ketaylik. Abu Rayhon. Rayhon ham katta bir o'zi. Abu Rayhon Beruniy aytganidek, ta'kidlagandek deylik. Abu Rayhon Beruniy ta'kidlagandek, bilimsiz kishilar ko'ngli
xurofatga moyil bo'ladi. Mana shu bilan esse tugar. Hech qanaqa muammo yo'q. Xuddi shunday shaklda yozsanglar albatta bo'laveradi ekan. Sizlar bilan birgalikda men Abdufattoh sayti esse yozdik. Endi barchalarga katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xudo xohlasa